Продолжить, нажимай, продолжить, отлично. Вот. Отлично нажал. Я нажал уже, вот. 2025-yilda telefon firibgarlik yana ham kuchayib ketdi. Afsuski, ularning qurbonlari ichida O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari ham ko'p. Rossiyaga kelayotgan mehnat muhojirlarining ko'pchiligi o'z huquqlarini bilmaganligi bilan foydalanib, vatandoshlarimizni aldashyapti va katta summalarga aldashmoqda. Bugungi videoda biz bu holatlarni batafsil ko'rib chiqamiz. Telefon firibgarlar ko'p holatlarda o'zlarini shu FMS yoki politsiya xodimlari deb tanishtirishadi. Ko'p vaziyatlarda ular WhatsAppdan telefon qilishadi. Ular avatarkalariga har xil formadagi odamlarni qo'yishadi. Telefonni ko'targaningizdan keyin ular sizni daniyalaringizni etib, sizning patentingiz anulirovan, zapretga ega bo'ldingiz va boshqa qo'rqitishlar bilan muloqotni boshlashadi. Bundan tashqari, bo'yningizga har xil bo'lmagan narsalarni qo'yishadi. Hozir biz yoningga borib seni politsiyaga olib ketamiz deb har xil qo'rqitishlar bilan gapirishadi va har xil boshqa psixologik bosimlarni ishlatishadi. Bu vaziyatga duch kelgan mehnat muhojir qo'rqib ketadi, chunki uni daniylarni etishyapti. Bir xil vaziyatlarda turgan registratsiya joyini ham etishadi va bu vaziyatga ishonib qolgan odamdan firibgarlar pul talab qilishni boshlashadi. Agarda kartada pul bo'lmasa, uni har xil kredit idoralarining saytiga kirib, o'zining nomiga kredit olishni majburlashadi. Штраф, ты что творишь, блядь? Серега, отбой. Отбой. Так, нажимай, продолжить, нажимай. Продолжить нажал. Да. Так, теперь Не, блядь, нихуя. 500 тысяч рублей написали здесь. Нет, это не 500 тысяч, это электронный штраф у тебя автоматически. Нет, вот, 500 тысяч. Займи меня, дали этот. Брат, Вот он, мать тебя. Продолжить нажимай, ебу твою мать. Ты бы вот, дал ему шаг. Bir xil vaziyatlarda bu firibgarlar kameralarni yoqib, yonida bir qandaydir pagonda o'tirgan odamlarni ham ko'rsatishadi. Bilinglar, bular hammasi firibgarlar. Rossiyaning politsiya xodimlarining formalari internetda bemalol sotilyapti. Firibgarlar bunday formalarni xarid qilib, kiyib olib, sizlarni shunday qilib aldashadi. Agarda siz ham bunday vaziyatga duch kelsangiz, bilinglar, politsiya xodimlari hech qachon sizga telefon qilishmaydi va bunday telefonda pullaringizni talab qilishmaydi. Ha, savol berishingiz mumkin. Bu firibgarlar bo'lsa, ular qayerdan bizning daniylarimizni bilishadi? Ism familiyalarimizni, bir xil vaziyatlarda shu bank kartalarimizni, registratsiyaga turgan joylarimizni. Bu savolga juda ham oddiy javob bor. Bilasizlar, Rossiyada xohlagan bazalaringizni internetdan sotib olishingiz mumkin. Masalan, bunday bazalar Rossiya fuqarolarini, avtomobil vositalarini, xo'jayinlarini, daniylari bo'lishi mumkin. Rossiyadagi kvartira, uylarni adresda turgan registratsiyalar daniylari bo'lishi mumkin. Va afsuski, chet el fuqarolariga tegishli bazalar ham shu qora bozorida ko'p. Xullas aytmoqchi bo'lganim, bugun firibgarlar bu bazalardan siz haqingizda juda ham ko'p ma'lumotlarga ega bo'lishi mumkin. Shu uchun sizga kimdir telefon qilib, sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni sizga aytayotgan bo'lsa, bunga hayron bo'lmanglar. Keyingi firibgarlar bu har xil shu qarzlaringizni spisat qilaman degan, qarzlaringizni yo'q qilaman degan xizmatlar. Telegramda hozir bunday guruhlar ko'p. Ular sizning kreditlaringizni, qarzlaringizni bazadan olib tashlashni va'da berishadi. Bularga ishongan mehnat muhojirlardan pul olib, ularga har xil qalbaki cheklar, vipiskalar, spravkalarni yuborishadi. Bunga ishongan shaxslardan shu minnatdorchilik videolarini talab qilishadi va internetga yuklashadi. Bu videolarni ko'rgan boshqa shaxslar ishonib, yana ham bu vaziyatga kirib qolishadi va ulardan ham bu videoni olib, shunday qilib bu firibgarlar juda ham ko'p odamlarni aldashyapti. Ularga hech qachon ishonmanglar. Rossiya bo'ladimi, O'zbekiston bo'ladimi, bank qarzlaringizni hech kim o'chirib bera olmaydi. Agarda sizda Rossiyaning banklari oldida qarzlaringiz bor bo'lsa, siz primoy banklarga chiqib, refinansирование so'rashga haqingiz bor. Bankdan boshqa hech kim sizga bu masalalarni yechishga yordam bera olmaydi. Shuning uchun ogoh bo'linglar. Yana bir firibgarlarning turi bu shu o'zlarini bank xodimlari deb tanishtiradigan firibgarlar. Ular sizga telefon qilishadi, o'zlarini bank xodimi deb tanishtirishadi va sizning nomingizga kimdir kredit olayotganligi yoki shotingizdan pul o'g'irlayotganligi haqida ma'lumot yetkazadi.
Albatta bunday ma'lumotlarni eshitgan odam cho'shib ketadi va nima qilishni bilmasdan shu firibgarlar aytayotgan yo'llar bilan o'zini bankovskiy daniyalarini berib, bir xil vaziyatlarda o'zining nomiga kreditlarni rasmiylashtirib, natijada aldanishadi. Agarda sizga ham bunday bank xodimi telefon qilsa, shu zahot ular bilan gaplashishni to'xtating. Keyingi firibgarlar sizga telefon qilib, o'zini shu sotuvchi kompaniyani xodimi deb tanishtiradi. Shu men MTS, Beeline yoki Megafon kompaniyasining xodimiman. Sizni sim kartangiz bugun ertaga o'chadi yoki vaqtda to'lamagansiz yoki limitingiz oshib ketgan, internetni ko'p ishlatgansiz deb har xil bo'lmagan gaplar bilan qo'rqitishadi. Ko'pchilik bunday vaziyatda qo'rqib ketadi va keling buni qanday qilib oldini olishimiz mumkin deb firibgarlarga murojaat qilishadi. Natijada bu firibgar operatorlar shu shaxslarga nomeriga SMS yuborishadi va bu SMSni firibgarga aytganingizdan keyin shu zahot siz nomingizga yoki kredit yoki bank kartangizdan pullar yechiladi. Do'stlar, yana bir marta eslatib o'taman, hech qachon hech kimga telefoningizga kelgan SMS kodni aytmanglar. Agarda sizga bunday sotuvchi kompaniyadan kimdir telefon qilsa, telefonni o'chirib qo'yib, kerak bo'lsa bir qandaydir shubhalaringiz bor bo'lsa, bu sotuvchi operatorning ofisiga primoy boringlar va savol berishingiz mumkin. Bu sizlar xodimlaringlar telefon qildimi, bir qandaydir problemam bormi yoki bu firibgarlarmi? Bu sotuvchi operatorlarining markazlarida sizga to'liq ma'lumot beriladi. Yana bir tarqalayotgan firibgarlik bu sizning tanishlaringizning akkauntlaridan, profillaridan sizga iltimos keladi. Do'stim, iltimos meni kartamga pul tashlab ber deb. Bunday iltimoslar sizga tushsa, pul yuborishda shoshilmanglar. Birinchi bo'lib do'stingizga telefon qilinglar. Baland ehtimoli bilan uning profili o'g'irlangan, vzlomen deyiladi va uning nomidan firibgarlar yozishyapti. Yana bir yangi firibgarlik bu har xil голосовой va video сообщениyalarni sun'iy intellekt bilan foydalanib odamlarni aldash. Video qo'ng'iroqlarga javob bera olmayapman, shuning uchun aybga buyurmaysiz. Bemalol ko'nglingizni xotirjam qiling degan maqsadda video xabar yo'llayapman. Bemalol to'qqilib ko'nglingizni ishingizni topshiraverasiz, передоплатani qilaverasiz, ishingiz boshlanadi deb xohlaysiz. Здесь обман вообще не будет, потому что я сам юрист Бахрам Исмаилов, и все будет хорошо, 100% открывается ваш запрет. Mana hozir ko'rdingiz, men ham bu vaziyatga duch kelganman. Mening videolarimni olib, shu sun'iy intellekt orqali ko'p odamlarni aldashmoqda. Imkoniyat bilan foydalanib, sizlarga mening rasmiy Telegram kanalimni men tavsiya qilmoqchiman. Xo'sh, yerdan sulka chiqadi. Aynan shu Telegram kanalda birinchi bo'lib Rossiyada yurgan mehnat muhojirlari uchun eng kerakli ma'lumotlar yuklanadi. Bahrom Ismoilov terasizlar, galchkali profilga kirib, podpiska bosib qo'yishni unutmang. Xullas, oddiy deb aytganimizda, o'zingizni firibgarlardan saqlash uchun 3 ta asosiy qoida bor. Hech kimga o'zingizni bank kartalaringizning raqamlarini, SMSdan kelgan kodlarini yubormanglar. Telefon orqali sizga bo'layotgan psixologik bosimga berilmanglar. Har bir bunday notushunar vaziyatlarda rasmiy vakolatxonalarga murojaat qilinglar. Masalan, bankdan telefon qilayotgan bo'lsa, telefonni qo'yib, bankka primoy o'zingiz telefon qilinglar. Nazaringizda tuting. Firibgarlar birinchi bo'lib sizni qo'rqitishmoqchi, sizdan shaxsiy daniyalaringizni olishga harakat qilishadi va bunday ma'lumotlarga ega bo'lib, natijada pullaringizni o'g'irlashadi. Do'stlar, bu videoda biz shu 2025-yildagi eng ko'zga ko'ringan firibgarliklar haqida gapirib o'tdik. Agarda men bir qandaydir firibgarlik xilini unutgan bo'lsam, kommentariyada yozinglar. Ha, sizlardan iltimos, bu videoni tanish va yaqinlaringizga tarqatinglar. Sog' bo'linglar, hurmatli vatandoshlar.